Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Masjidimiz, almazimiz, moykamiz, stoyankamiz, Abdurahmonimiz. Mana siz aytasiz, yigitlar, белые воротнички, чинуши. Mana kishining o'zini maqtarga yaramay, shunga ko'ra o'zining yanına da bormayman. Mana bundan gana tushiraman. Mana teginda bosib turib ko'zlik kelgan Sabirov Renar Ildusovich, prezident Татарской национальной культурной автономии город Самара. Уже ikkinchi kun shunda, kecha kuni bo'yi mashinalar yollab, traktorlar yollab grunt vivozit etdi. Hozir mana traktorlar, mashinalar topib, qum soldırıp g'ayitga stoyanka hozirlik shebin bostirib, o'zi topgan qayandir bunday katok, shul katok bilan trambovoyt etdi. O trambovoytda mana bu bizdagina yigitlar, bunday narsalar Samaradagina bor. Renar Ildusovich, assalomu alaykum. Xallar nechek? Yara, bugün bitayinde Allah qilsa. Mana Allohning rahmati olsun sizga. O'sha necha kun qadr shunda qozinasiz. Yoningizda bir kishilar yo'q. Bu sizning qo'llaringizga solinib tushmadi. Siz keldingiz, maşallah. Biz keldik, endi biz qarab qana namozga kirib ketamiz, qasingda namozga kirasan endi.